Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun 2025-yil 14-iyul kuni tushgan majburiy fanlardan, demak, majburiy matematika qismini yechimini ko'rib boramiz. Qolgan ona tili va tarix fanlarini kanalga tashlaganmiz va yana qayta sizlarga tashlab borishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, qolgan savollarda ham muammo bo'lmaydi, hammasi joy-joyida bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, demak, tayyor bo'lsak, boshlasak ham bo'ladi. Xo'p, demak, tahlil. Tahlil qanaqa bo'ladi? Demak, tahlilda biz mana shu tushgan savollarni yig'ganmiz. Ya'ni bu 100% tushgan savollar, ya'ni o'quvchilarning o'zi, demak, bizga yozib, mana shu savol tushdi ustoz menga deyilgan, 100% ishonch hosil qilingan, kamida 5-10 kishiga shu savollar takror tushgan va o'shalarni biz yig'ib mana bitta fayl qilingan. Xo'p, bunga eng katta yordam ko'rsatgan ustozlarimizdan mana juda ham katta yig'ishga yordam bergan mana Tohirjon Mavlonqulov ustozimiz bor. Demak, shu kishining muallifligida bu savollar tuzilgan. Endi xudo xolasa, demak, buni sizlar bilan hozir birgalikda tushunarliroq qilib yechib boramiz inshaalloh. Xo'p, demak, boshladik. Birinchi savolimiz. Demak, A sonining 36% 108 ning 24% ga teng bo'lsa, A sonini toping. Bu nima deyapti? Ya'ni, qandaydir A sonimiz bor. Biz foiz mavzusini o'tganmiz. Ya'ni, foiz mavzusida qanaqa edi? Foiz mavzusida qandaydir biror bir sonni nechadir foizni topish uchun o'sha foizga ko'paytirardik. Ya'ni A ni ko'paytiraman 36 taqsim 100 ga. Nimaga 100 ga bo'lib qo'yaman? Chunki bizda bir foizimiz 100 dan 1 qismga teng. Shuning uchun buni qismga o'tib oldim. Shu narsa teng deyapti mana 108 ning 24% ga mana. Shu yerdan A ni topish kerak xolos. Xo'p, demak, mana bu 100 lar qisqarib ketdi. A barobar 108 ko'paga 24. Xo'p, bo'lingan 36. Xo'p, 108 bilan 36 ni qisqartirsak 3 bo'ladi. 24 ko'paygan 3 bizda 72 bo'ladi. Demak, 72 degan variant bizda mana B varianti turibdi. Demak, birinchi savol shu holatda ishlandi. Birinchi savol, demak, kanalga yozaman, qaranglar. Birinchi savol tushunarlimi dedim. Agar tushunarli bo'lsa, demak, bemalol kommentariyaga tushunarli desalar, sразу ikkinchi savolga o'tib ketamiz. Demak, A sonining 36% 108 ning 24% ga teng deyapti. A ni 36 taqsim 100 ga ko'paytirib, teng 108 ko'paygan 24 taqsim 100. Mana shu holatda. Ikkinchisi. Aytyapti, 5 ta sportchidan 3 tasi oltin, kumush, bronza medallarni necha xil usulda yutish mumkin? Qaraydi. Xo'p, 5 ta sportchidan 3 tasi oltin, kumush, bronza deyapti. Bu kombinatorika elementi hisoblanadi. Kombinatorika elementi. Endi bizda qaraylik, o'zi 3 ta o'rin bor. Buni biz katak holatda nima qilamiz? Ishlatamiz mana. Mana bu katak. Katakda nechiga bo'lamiz? 3 ga. Nimaga 3 ga? Chunki bizda oltin, kumush va bronza medal bor xolos. Ya'ni boshqa medal yo'q. Tushunarli? Endi qaraymiz. Oltin. Necha kishi oltin olishi mumkin? Ya'ni 5 ta sportchidan. Albatta 5 tasidan bittasi olishi mumkin. Bu degani 5 ta variant bo'ladi. Xo'p, endi 5 ta variantdan ixtiyoriy bittasi bo'ldi oltin. Endi kumushchi, kumush nechta oladi? 5 tadan bittasi o'zi oltin bo'lgan. Nechta variant qoladi? 4 ta variant qoladi, mana. Kumushga 4 ta variant qoldi. Endi bir kishi oltin oldi, bir kishi kumush oldi va bronzaga necha kishi qoldi da'vogar? Da'vogar 3 kishi qoldi. Demak, katak usulida qanaqa edi? Mana shu elementlarni ko'paytirib qo'yardik. 5 ko'paygan 4 ko'paygan 3. Demak, bizda javobimiz 60 chiqadi. 60 mana C javobda. Tushunarli bo'lsa, hozirgi birinchi savol tushunarlimi degan komment
tagiga yozaveringlar bemalol. Endi har safar kanalga to'g'risi yozgani to'g'ri kelmaydi. 3-siga o'tamiz. Demak, 2 tushunarli bo'lsa 3 ga o'tamiz. Shiliq qurib. Xo'p, 1 minutda yarim metr masofa bosib o'tsa, 20 metr masofani qancha vaqtda? Bu proporsiya, ya'ni proporsiya mavzusiga tushadi bu 3-si. Qanday qilib tuzamiz? Mana 1 minutda olamiz. 1 minutimiz bizda qanchaga? Yarim metr masofani bosyapti. Endi 20 metr. 20 ni mana bu yerga yozamiz. 20 metrimiz qancha x minutni hosil qiladi? Ya'ni bu bizdagi proporsiya tuzish. Endi proporsiya bo'yicha qanaqa edi? Mana bu x ni yarimga ko'paytirardik. Mana bu 20 ni 1 ga ko'paytiramiz. O'shanda x ko'paygan 0.5 teng bo'ladi 20. Bu yerda x topadigan bo'lsak, 20 ni bo'lsak yarimga 40 chiqadi. Ya'ni 40 minutda u 20 metr masofani bosib o'tadi. Demak, to'g'ri javob mana 40. Bu ham tushunarli bo'ldi. Xo'p, 4-siga o'tamiz. 4-si ABC uchburchakning AC tomoni D nuqtada olinib, mana D nuqtada kesib o'tibdi, yaxshi. Endi B da kesma hosil qilingan. Agar deyapti AB'miz BC ga teng. Mana bu tomon bu tomonga teng, teng yonli uchburchak. Xo'p, endi teng yonli uchburchak bo'lsa, bizda qanaqa edi? Mana bu asosidagi burchaklari bir-biriga teng. Ya'ni mana bu burchak bu burchakka teng bo'ladi. Burchak BCA 50 gradus mana. BCA, ya'ni mana buni 50 beryapti. Bu degani bu ham nechaga teng? 50 gradusga teng bo'ladi. Endi BDC mana bu yer uzr. Bunaqasi ekan, ha? Mana bu yer 100 gradus. 100 gradus, mana bu 50 gradus. Xo'p, endi qo'shni tomoni, bu tomoni qanchaga teng? 80 gradusga teng. Bizdan ABD mana bu burchak x desak, shuni so'raydi. Demak, uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusni qabul qiladi. Bu degani x plus 80 plus 50. Shu narsa teng 180 ga. Tushunali, ha? Demak, 180 ga bu yerda x topadigan bo'lsak, bizda 50 gradus chiqadi. 50 gradus bizda mana B javob turibdi. Demak, 50 gradusimiz bizda B javobni hosil qiladi. Xo'p, keyingisi 5-savol yo'q ekan, 6-savolga o'tdik. 6-savolning javoblari yo'q ekan. Xo'p, lekin javoblari bo'lmasa ham buni biz o'zimiz javobga yozishimiz mumkin. Ya'ni 3 dona meva bor. Ularni tokchaga necha xil usulda joylash mumkin? Qaraylik. Masalan, 3 xil degani mana bu yerda olma bor, nok bor, masalan, boshqa bir meva. Gilosmi farqi yo'q, shunaqa bor. Tokchaga mana bu yerda tokcha bor. Shu yerga necha xil usulda joylash mumkin, deyapti. Xo'p, demak, necha xil usulda joylash mumkin deganda, birinchi masalan olmani qo'yish mumkin. Ikkinchi mana buni qo'yish mumkin. Uchinchi mana buni qo'yish mumkin. Tushunali? Yoki masalan olmani birinchi qo'yish mumkin, nokka ikkinchi, xullas tushundinglar. Ya'ni birin-ketinlikda deyapti. Ularni tokchaga necha xil usulda joylash mumkin, deyapti. Xo'p, bizda 3 ta variantimiz bor. 3 ta variantimiz bor. Mana bu tokcha, buni ham nima qilamiz? Katakka qo'ysak bo'ladi mana. Eng zo'r usuli katak. Birinchi oboradigan, demak, joyimizga 3 xil meva qo'ya olamiz. Keyingisida o'zi bittasini qo'yib olgan bo'lamiz, 2 ta qoladi, keyingisida bitta qoladi. Demak, 3 ko'paygan 2 necha bo'ladi? 6 ta bo'ladi, ha? 6 ta mana esda tursin. Xo'p, 7-si. 7-sida A va B natural sonlar uchun o'rinli bo'lsa, A plus B ning qiymatini toping. Xo'p, oddiygina mana bu 2 ni nima qilamiz? 100 ga ko'paytirib qo'ysak bo'lgani. Ya'ni A plus B imiz 100 ko'paygan 2. Bizda javob 200 soni chiqadi. 200 soni. Xo'p, endi
Keyingisi 8 ga o'tamiz. 8 da ikkita sonning yig'indisi 220 deyapti. 220 ga teng. Xo'p, ularning nisbati 10 ga teng deyapti. Juda zo'r savol. Nima qilamiz mana? Xo'p, x taqsim y 10 ga teng. Bu yerda x imiz 10 ta y ga teng. Bizdan yig'indisi necha? 220. X plus y teng 220. 220. X o'rniga 10 ta y qo'ysam, 11 ta y'im 220 ni beradi. Bu yerda y'imni qiymati necha bo'ladi? 20. Xo'p, y'imni qiymati 20 bo'lsa, x'im necha bo'ladi? 200 bo'ladi. Bizdan bermas. Ya'ni 200 da 20 biz risak bo'ldi. 200 da mo'laq qo'yib qo'ydik. Xo'p, 9-chi mana savolda trendga aylangan 5-chi juda kuchli. Ya'ni kinoda klubni botalar bir nayga shuncha gram klubga shakar solinadi. Xo'p, buni sizlarga deb ko'rishda beraman. Joylarda maydon kerakda. Xo'p, qaranglar. Nisbat 1.25 deyapti. Ya'ni x ni y ga bo'lsak, bizda 1 ni bo'laman 1.25 ga. Mana bu 5 taqsim 4 bo'lsa, demak bu 4 taqsim 5 hosil bo'ladi. Bu degani 4/5 nisbatda degani, ya'ni murabbo bilan shakarning nisbati 4/5 nisbatda ekan. Xo'p, nima qilaman? 4x plus 5x teng 9 kg hosil qilishim kerak. Bu yerda x'im 1 chiqyapti. To'g'rimi? X'im 1 chiqdi. Bu degani har biriga olib kelib qo'ysak, 4 kg va 5 kg chiqadi. Har biriga ko'paytirsak, 4/5 bo'lib. Qulupnay 4 kg, mana bu qulupnay, demak 4 kg kerak bo'ladi. Shakarga 5 kg kerak bo'ladi. Shuniga demak 10-siga o'tamiz. 3 ta qizil, 2 ta oq atirgullar bor. Oq va qizil atirguldan iborat deyapti. Guldasta hosil olish kerak. Buni ham nima qilamiz? Katakka olib kelib qo'yamiz. Xo'p. Demak, 3 ta qizil va 2 ta oq qo'ya olaman. Bu degani 3 × 2 6 bo'ladi. Uch kar ikki 6 bo'ldi. Xo'p. Hammasi yaxshimi? Qotmayaptimi? Hozir bir qo'l qarab olaylik. Brizi 30 kishi bo'libdi, yaxshi. O'zlar, yaxshimi? Xo'p, endi 11 ga o'tamiz. Tenglamani yeching deyapti. Xo'p, shu tenglamani yechish kerak. Mana bu 2x tengliga chap tomoniga o'tkazaman. Mana bu -4 tengliga o'ng tomoniga o'tkazaman. Shunda 3x minus 2x teng bo'ladi 6 plus 4. Xo'p, nima ayirsak? X bo'ladi, shu narsa teng 10 bo'ladi. 10 bizda mana. Ajobda turibdi.
Xo'p, 12. Nechta ikki xonali son 50 ning bo'luvchisi bo'ladi? Xo'p, 50 ga bo'luvchisi 10 ga bo'linadi. Ikki xonali deyapti, 25 ga bo'linadi va 50 ga bo'linadi. Jami nechta? 3 ta. Xo'p, 12 ketdi. Navbatdagi. 13. Demak, ikkita sonning yig'indisi 220 ga va hokazo deyapti. Buni bo'ya ishlovdik, esda bo'lsa. Ya'ni nisbati 10 deb beruvdi. Endi bu safar nisbatini necha deb beryapti? 9 deb beryapti, xolos. Ya'ni unaqa qiyin emas. Narginda nisbati 10 edi, bunda endi nisbati 9 deyapti. Xo'p, yana o'sha usulda ishlaymiz. Yana o'sha usulda, ya'ni xo'p, x taqsim y barobar 9 ga. Bu yerda x'imiz teng 9 ta y ga. Xo'p, endi 9 ta y bo'lsa, yig'indisi 220 midi? 9 ta y plus y barobar 220. 10 ta y barobar 220. Y barobar 22. Xo'p, 9 ga ko'paytirib qo'ysam, mana bu x'imiz chiqadi. X'imiz 9 kare 2 18, 19. Demak, 198 chiqadi. Tushundingmi? Endi xo'p, 14. Muntazam uchburchak perimetrini so'rayapti. Juda zo'r savol. Mana savolda 3 ta kelgan. Kvadrat yuzi 4 deyapti. Demak, tomoni 2 dan. Buni hamma bildi. 2, mana 2, bu ham 2, bu ham 2, bu ham 2. Endi bizda uchburchak perimetri 2 ko'paygan 3, ya'ni 6. Bo'ldi, hozircha 6 buni javobi. Boshqasida men kanalga tashladim. Mana shu shaklni perimetrini so'rasa, mana bu 5 ta ikkilari qo'shasiz. Mana buni nima qilmaymiz? Olmaymiz, chunki bu perimetr emas. Perimetr deganda bu chegara. Faqat mana bu uychaga o'xshashi 5 ta tomondan olish kerak, xolos. Yana bittasida nima deydi? Mana bu uchburchakning yuzini so'raydi. Yuzi ilzosti 3 taqsim 4 ta a kvadrat. Mabodo mana so'rab qo'ysa. S barobar ilzosti 3 taqsim 4 ta a ning kvadrat. Mana shu formulaga olib kelib qo'ysa, demak, u ham chiqaveradi, qiyin emas. Xo'p, keyingisi 15. 15 hamma ishlashi kerak, chunki unaqa qiyin savol emas bu. Yoki agar ishlashni bilmasangiz, mana variantlar hammasini ochib chiqish kerak. Xo'p, bizda nima bor mana? 6 bor, a bor, b bor, c bor. Hammasini 6 a, b, c ni ochib ketsam. Manda b minus 3 qoladi mana. Bu demak, mana bu a javobda turibdi. Tushundingiz? Yaxshi, 16 ozgina qiyin, ko'pchilik qiynaldi mana shunda, ya'ni foiz mavzusini yaxshi o'rganmagani uchun qiynalgan. Nima qilamiz buni? Qaraylik. Xo'p, narxi 55 ming, asl narxi 44 ming so'mga sotib olingan. Demak, managa 44 ming teng bo'ladi. Xo'p, 55 ming. Qolishida endi qaraylik. Narx kamaygan, demak 1 minus p taqsim 100 bo'ladi. Narx kamaygan. Bo'ldi. Mana bu 3 ta nollar qisqartiraman.
Buni qisqartiramiz. Umrga to'g'ri qoladi. Bu yerda bir qoladi. Taqsim 5 1 minusdan p taqsim 100 ga. P taqsim 1 minus 5. Hop. Taqsim 100 teng bo'ladi. 1 taqsim 5 ga. P barobar 100 bo'lim 5 degan 20%. Nega 20% bo'ladi? Ya'ni degan narxga arzonlaydi. Hop. Va navbatdagi misol. Ushbu shaklning to'la sirtining toping deyapti. Ushbu shakl qanaqa shakl? Birinchi e'tibor qarataylik. Biz fazoviy shakllar borda. Parallelopiped, prizma, silindr, piramida, kub. Demak, bu parallelopiped hisoblanadi. Va buni tomonlari, masalan, mana bu balandligini A desak, buni B desak, mana buni C desak, S to'la teng bo'ladi. Ya'ni to'la sirti ikkita A B plus A C plus B C. Mana shu formulaga olib kelib qo'yib hisob-kitob qilib qo'yish kerak xolos. Xo'p, ishlasak, ikkita qavs ichida. Xo'p, demak, 6 ko'paygan 5 plus 5 ko'paygan 5 plus yana bitta 5 ko'paygan 5. Qavs yopamiz. Xo'p, 25 50 80 160. Demak, 17-savolimizning javobi 160 bo'ldi. Xo'p, mana demak, sizlar bilan 14-iyul kuni tushgan savollarni yechimini ko'rib oldik. Endi yana kimgadir shunaqa yechimlar qiziq bo'lsa, shunaqa tushgan savollar yechimi kimgadir kerak bo'lsa, yopiq kanalimiz bor. O'sha kanalda faqat tushgan testlar emas, u yerda qo'shimcha tushishi mumkin bo'lgan testlar ham mavjud. Ya'ni o'tgan yil ham xuddi shunaqa yopiq kanalimizda tanlanib, o'quvchilar 9 ta 10 tadan natija qilib chiqqan. Ya'ni alohida kursga 200 ming, 300 ming sarflash shart emas. Shu oddiy yopiq kanalda 20 ming so'm evaziga bemalol demak natija qilgan. Xo'p, yopiq kanal bo'yicha agar kimdadir savol bo'lsa, o'zi kanalga yozaman. Qo'shilganlar tezroq qo'shilib olsin, chunki joylarimiz soni cheklanyapti. Yana bir kun yoki 2 kundan keyin kanalga odam olishni to'xtatamiz. Va qo'shimchasiga imtihonga 1 kun 2 kun qolganda yana yangi videolar yuklanadi. Ya'ni bu degani bemalol demak olish imkoniyati paydo bo'ladi. Xo'p, rahmat hammaga. Demak, bugungi 14-iyulda tushgan savollar yechimini qildik. E'tiboringiz uchun rahmat. Orada qanaqadir kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz.